أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik qarindoshlarimiz, bizniki bu qatimki dersimizga yana xush kelibsizlar. Bizniki bu qatimki dersimizdeki asas mavzui bir adam ihromniki ishida turib bir xato bir ishni qilib qo'ysa, uningki kapparati. Ya'ni u xato ishni yuydigan narsa nima? Mana mushniki ustida to'xtalamiz. Mana oldingi darsimizda mana haj ya ömür qilmoqchi bo'lgan adam ihrom bog'lash kerak. İhromni nerede bağlaydı, qachon bağlaydı, qanday bağlaydı? İhromning ichida qanday ishni qilish bo'ladi, qanday ishni qilish bo'lmaydi deganlarning ustidan to'xtalgan to'q ham hajniki turlari qancha deb. Endi ihrom bog'lagandan keyin bu odamniki o'zi, ya'ni namoz o'qish vaqtida takbir essa, salom berishlik oraliqda bu odamniki mana hech qanday bir ishni qilishga bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shuningdek bu haj ya ömür qilmoqchi bo'lgan odam şu hac ya ömrününki aş faaliyeti tüygen kadar o adam şu ibadetinin içidici buludu. Bunu karta şu İslam dinimiz bazı bir işlerini insanlık yüzüden kımız bulmayan aşağısı ruhsat kılıklık. Bazı bir işlava onu koysa o cinayet dep karab onuğa bir kança yani ceza yani mındak nersiniz bəsiniz uçanınızda kapparat olur da belki etkin. Yani biz hazır şu ihram balğa vaxt özüdən ihramdan çıxıb boğuşuq aralıqda şu qılışqı bulmaydı. Onu şər'i tərəfdə tosulğan degan məni şu əməlini, şu işlərini bu adam qıb qalğan bolsa, bu qandaq qılıdı. Biz əmdi hazırki dövründəki özüdən məsələn hac keldik, kelgan vaxt özüdən hazır tərəqqi qıb getkəndən keyin maddi qatnaşış nemisidən uçan özüdən miqatniki özüdən hərəm keliş jaryanında 3-4 saatlik üstü kip balığın gibi. Bazı yerde bir 2 saat kip balığımız. Şununla bu ibadetini ya ömür ya hacniki ya ömürnikini bir 2 saatte tüketip balığımız. İhramdan çıkıp tükeydi diyen gibi. Hem de hac kâgâ vakti üzerinde eğer hacda burun kip balığın olsa hac karan ya hac temetto ya hac ifratnikini mesela okşamaydı. Eğer o adam hac ifrat kılıp şu uttu şu ete imina çıkıldığında kip kalsa uçanın üzerinde bu adam şu 8. gün 9. 13 gün anladıkın tavapını kılıp ondaki ihramını çıkıyordu 3 günlük iş. Burunki davrının gözüden onda bir katlaş, onda terakki kılmağandayken onu piyade mağdı ya tövgüde mağdı. Ya olmaydı başka nerseden muşundak mağdan gibi. Benim Mekke'den Medine'nin arası 400 kilometre olduğunu 500 kilometre yakın. Uçanın üzerinde bu adamların üzerinde 10-15 gün kedidemdi. Bir yaşta ya 10 gün ya 10-15 gün. Kelişte 10-15 gün kedidi. Başka miqatı verip ihram balğa vakti üzerinde mi? Herem keyiş aralıkta aşıla vakit geldi. Şu jaryanıdan hani 10-15 gün kedigan gibi. Böyle şu vakitçilik bu adam ihramının işi tutup kısıp kılışkı bulmaydı diye işdeki üzüde bu yerde bu adam kılışıyor mümkün o tabi 15 günün işiden. 15 günün içinden. Onda o andikin bu adam devamlılık şu ibadetin içinden. Yani ihramındaki işide tuğallığını esnep duruş gerek. Zikir tesbihiyle müştahçı ütüş gerek. Ben onu okuyduğun meni zikir tesbih ve dualıcı ban. Lebbeyk Allahümme lebbeyk degende. Devamlı şundak gaflet olmay, esep tuğan aletçi buluş gerekti. Hem insan boğandı ki bazı vakti üzerinde aşıda bir hatalık, aşıda bir işlik koygan bolsa bunu kartta bu kandak oldu. Bu her nesneki ölçüm oldu, kaydısı oldu, usul oldu. Ama ondak kıldım, bu gitti ondak bulmaydı. Bulup mu? Dinimizde belirtilgen ibadetinin yüzü şundak. Bu ibadet Kur'an bilen hadisindeki ro'yga Kur'an hadis muvafiq etse uçan üzde o makbul oludu. Makbul muvafiq emse aqib qo'ya doğru tap qo'ygan bilen xalq o'ttirsida bu adam ömür kıldı ya hac kıldı hacı akım bo'ldi desimi lekin Allah'ınki dergahida hiç kim bo'lmaydi. Bu fakat üzde avarchilik qilgan bo'ladi. Shuning uchun bu hac faaliyetining o'zi yılda bir kata kılınılan bir ibadet, farz ibadet olgan iken, bunu alayida ehemmiyet beriş gerek. İhramni nerede bağlaş, ihramni için yemin kılış sıkaq boludu, yemin kılsak bulmaydı, bunu okupçu kılış gerek. Bilip durup kılış gerek.
Bu mümin, Müslümanniki asli hususiyeti mene bu. Gülmey turup qo'lishniki o'zi, men mümin, Müslüman degan odamga hargiz bu yakışmaydı. Her qanday mümin, Müslüman bu adam, er olsun, ayol olsun, her bir işniki, o'ziniki delilini bilib turib qilish kerak. Doğru yo'li bilan, bunda qilib qo'yay deyish bilan, bo'ladimi, bo'lmasmi deyish bilan bu hargizcha bu duruşu bo'lmaydi. Bu maqbul emas. Buni diqqat qilish kerak. Shu ashida bo'lib qolganligi uchun, shu bizniki ishimiz mushu qo'lning uchida va bo'lan bo'lmadi deb qolganligimiz uchun, mushunda bir sabablar bilan biz uchun mushunda kuni qolganliginiki bir sababi uchun men mushu. Anda o dikin bir adam ihram bağlaptı ya ömür ya ajga. Unda o dikin bu adam şu ihramniki içide kanda işli kısa kandak cazan. Yani kaparet kedido, pidi verido. Ka işli kıpkaysa kandak kaparet oldu. Biz bunun üstüden imkanımız toxtalımız. Hem de ihram bağlayan adamniki yüzü ihram bağlap boğuştu burun. Hemimizin malum. Mene ihram bağlaşniki aldı da o adam mene juyunup, tarinip imkan bolsa sünnet olgan ekan, ya olmay tarat edip o adamniki yüzüden ettir, ihbar, ember, bunda puraydan nasıl taza şu özü purat, taze çıraylık. Çünkü o adam ibadetin içki mangmakçı. Pirişte bildi turdu. Anda o için bu adamniki bu hissi, bu purahniki üzüm nait, ubdan, nait mezillik, şunda ubda buraydan nasıl buluş gerek. Onda sesip, onda nasıl bursa, sesip ketken, içip ketken, burap ketken, nasıl onda adet olsa bu bizde keçimi gündüz ayrılmaydığa perişte var. Bu azar yeydi. Şunu da bizdeki etrafımızdaki bilinmeyen mene Müslüman qarindaşlarımız ya ömür kılman ya hacı kılman diyenler o mu azar yeydi? Bu doğru emez azar verişlik özü. Onda o dikin ihram bağlayan adamın özü muşundak bağlap boğan dikin o adam muşundak purak bir nesli işletişki bulmaydı. Bağlaştı burun. Bolu da eğer purak gibi kalsın iş kandak çatığı bir şey olmaydı. Ama ihram bağlap boğan dikin o adamniki puraydıgan. Mel şampuan olsun, mel ihbar olsun, mel ember olsun, ya ettir olsun, ya kızılgül, ya kilim olsun. Bunda bir nesli meni purayman degan maqsadda ishlatishga bo'lmaydi. Agar bu odamning o'zi shu vaqtdagi o'zida ihromning ichidagi vaqtning o'zida bir a'zoni attir ishlatib yoki sug'ab yoki nima qilish orqali ishlatib qo'ygan bo'lsa, bu odam bir jinoyat o'tkazgan bo'lib, buniki kapparati o odam bir dona qo'y o'ltirish kerak. Qo'y o'ltirib, buniki anidikin go'shini g'arib miskinlarga berib o'tadi. Bununla anladaki bu ötkazgen cinayetlik üzen pakiz buludun. Bu kapparet buludun. Eğer o adam ihramlık içinde mene jini tikilgen bir nesini kiyip kaptı. Mene ihram balga vakti üzerinde jipti tikilgen bir nesi kişki bulmayken. Bütün şu kendini hem de sebat tutup. Bu adam berip lan şu ya kandak oldu, jipti tikilgen, jini tikilgen, muştak bir nesinin üzerine bu adam kiyip kaptı ya ki o adamniki beşini yep kaptı. Ben o adam ihram bağlagandaki yüzdeki beşini katli yepiş sugap durup bir nesiniki. Mesela doppa ya ki bir nesi şilepe deydi. Bunda bir nesi tekip kalgan başındaki terisi tekken alette bunda yepişik bulmaydı. Ama o yepişindeki üzerine mesela isop gitti. Şu günün nurunu ben tosay dese, uçağınızda bu teriniki üzüge bu nesi tegmek, benim uzu ya iyigiz durup ya küllük ya ki bir nesi eliş arkalı kısa o durus oludur. Ama bu nesi bu adam unda kımaya dop kiyip to sugap ya bir nesi atıptı. Mene atkan bolsa bu adamniki gədinige yeni bir dana koy kaparetini bir iş gerek. Koy öldürüp onunki sadık etiş gerek. Anladı ki bu ötkazgen cinayetin üzü bu yerde pakizçi buludun. Eğer bu adam şu ihramdaki işi tutup beşini düşürüptü. Ya ki beşiniki tötten birini düşürüptü. Tötten biri degen uçağındaki üzüden cık deyip hesapladı. Mesela tört tane ne kılımız ama onu da az nıkbasa uçağın üzerinde bu koy kelmeydi onu töven ceza kelidi. Böyle muşundak çüygen bolsa
kishiniki o'zi ayol kishiga bu bo'lmaydi. Ashunda qotgan bo'lsa, u odam beshi yo og'rib kelib, qishib ketib, ya'ni bo'pti qanday ish qilib tushgan bo'lsa, chechining hammasini yoki 4dan birini bu odamniki gadiniga bir dona qo'yni o'ltirib, mana uni sadaqasini berish vojib bo'ladi. Men sadiq shu berish shu vojib bo'ladi. Shuningdek, bu odamning o'zi, masalan, qon oldirmoqchi ekan, hijomat qildirmoqchi ekan, shu vaqtning o'zida bu odam hijomat qilgan odam bu bedanning u yerga tukib ekan, shu tukini tushirib açtaqqan bo'lsa, bu odamning gadiniga mo'yna qo'y bir dona qo'yni qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Shuningdek, qo'ltiq yo ikki qo'ltiq yo ikki qo'ltiqning biri yo gadan yoki jinsiy a'zoniki oldi oqidagi tukini olgan bo'lsa, mana bu odamniki o'ziga jinoyat o'tkazgan ish bo'lib, buniki kapparatiga bir qo'yni mana o'ltirib qurbonlik qilish kerak. G'ayr miskinlar berib etish kerak. Bir qo'y o'ltirimiz bo'lmaydi. Mana buniga nima qilish kerak? Diqqat qilish kerak. Agar shu ihrom bo'lgan odam o'ziniki ikki qo'liniki tirmig'iniki o'zini epdi. Endi ihrom bog'lashda burun men deb o'tildi. Men shu narsani qanday qilamiz? Tukimizni olamiz, tirmig'imizni olamiz, pokiz bo'lamiz deb shunday ish qilmasin degan gap endi. Endi bu odam qo'pib o'ziniki tirmig'iniki o'zini, ikki putining yo ikki qo'liniki yoki ikki qo'liniki yo ikki puting birsiniki tirmig'ini epdi. Yo ikkisiniki yo 4 ikki qo'l ikki put yo bo'lmaydi. İki qo'liniki bir qo'liniki 5 tane yo ikki putniki bir putniki tirmig'ini olgan bo'lsa, bu odamga ig'ir holati jinoyat o'tkazgan bo'lib, bu odamniki gadiniga ya'ni bir dona qo'yni o'ltirib, mana uniki kapparatida u jinoyatni yuvish kerak. Shu bir dona qo'y o'ltirgan bo'lsa, shuni deb, onidagi bu o'tkazgan jinoyatniki o'zi, men o'chaniki o'zida mana u nima bo'ladi? Pokizchi bo'ladi. Bo'lmasa pokizchi bo'lmaydi. Agar bir odam tavof qudim, ya'ni kelgan vaqti o'zida mana ihrom bog'lab, haram kirgan vaqtda qilgan tavof qudim deymiz hojiniki. Yoki tavof sadr. Tavof sadr degan mana bu 13 qilingan men tavofniki o'zi, bu yilgi tavof sadr degan qaytish, ya'ni tavof vida. Junub holatda tavof qilibdi. Ta'rifsiz olsa unday emas. Yani bu ish bo'lamdi desa, mana bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu jamiyatda bo'lmaydi degan olmaydi. Men mushunda junub holatda tavof qilib qolgan bo'lsam, yoki tavofi ziyorat degan bir rukun. Tavofi ziyorat degan mana hajniki 13 kuni shu Minodan qaytib kelib shayton tashlaytib, anidan keyin qurbonlik qilib, undan keyin ani haram kirib tavof ziyorat qilgan gap. Shu ziyoratning o'zi ta'rifsiz. Men ashunda qilib qolgan bo'lsam, men mushu turdagi insonlarga bu insonlarning o'zi cho'ng jinoyat o'tkazgan bo'lib, bu odamniki gadiriga bir dona qo'yni meni o'ltirib qurbonlik qilish kerak. Qurbonlik qilish orqali buniki go'shtni o odam nima qiladi, boshqa odam uchun berib o'tadi. Buni ular anadan kinsa bu odam poklanadi. Agar bu odam men Arpat kuni, mana o odam Arpat kuniki o'zida kun qorilgan tortib 9-kuni, kun o'ltug'ishib bo'lgan oraliqda Arpat maydoni turdi. Kun o'ltirish amanamla o odam Muzdalifaga qaytdi. Imom boshda qaytirib berdi, boshilib ya qaytimiz deb uqtirdi, ya bir narsa yoki bir dapodek bir narsa qilish orqali hozir davrdagidek ya mikrofon uqtirdi. Men ashtaqchi qaytdi. Agar bu odam shu Arpatdan imom qaytishniki oldidan qaytibdi. Hammadan tursa bu odam kar yo'q, imomga mas'ulga odamman. Qaytmadi bu odam Arpatga qaytib Muzdalifaga mengibdi. Mang'an bo'lsa, o'chan o'zida bu odamning gadiniga bir dona qo'y vojibchi bo'ladi. Bu odam jinoyat o'tkazdi. Chunki tartibga rioya qilmadi. Rioya qilmagandan keyin bu imom deb u odamning o'zini mas'ul deb nima qildi bu mas'ulning o'zini? Shu bütün hojlarga yetaklab haj palik qildirib berdi degan gap. U imom degan boshda bo'ladi, qolgan odam agishidi. Unda qilmay bu odam imomning beshga chiqib olgandiki, bu ta'tir qilgandiki, bu jinoyat o'tkazdi. Shunga u odam ashtaqan bo'lsa, o'chan o'zida bir qo'yni qurbonlik qilish kerak. Agar bu odam imomdan burun yerib ketibdi-man deb o'tirib, shu kun o'zida voy bo'lmadi, men kun o'ltirib qaytib kelib imomni qaytqicha qaytib ketgan bo'lsa, Arpatga, ondagi imom bilan qaytgan bo'lsa, o'chan o'zida
o adamniki o'zi mana uning qilmisin bo'ladi. Mana bu yilqi qon qurbonlik qilmisimi? O'chada jinoyatni o'chan o'zida yuyilgan bo'ladi. Bir qo'yni qurbonlik qilish ketmaydi u odam. Imom shu qaytib kelishdi, buni qaytib kelib, "Voy bo'lmabdi" deb kelgan bo'lsa. Agar bu odam imom qaytgandan keyin, mana imom qaytgandan keyin namoz shamniki oldida qaytgan bo'lsa, yo kun o'ltirgandan keyin qaytgan bo'lsa, o'cha tushmaydi. Ya'ni u odam o imom qaytishdi, burun odam qaytib ketgan, qaytib, "Voy bu xato o'tkazib qo'yibman" deb kun o'ltirishdi, burun imom qaytib bo'libdi o'chaning o'zida. Ya kun o'ltirgandan qaytgan bo'lsa, o'chaning o'zida bu odamniki gadiniga meni sabit bo'lgan bir qo'yni qurbonlik qilish degan ishda tushib ketmaydi. O odam imom qaytmagan bo'lsa, kun o'ltirmagan bo'lsa, unda qaytib kelgan bo'lsa, o'cha tushib ketdi. O'chada bir qator o'chaning o'zida bir qo'yni qurbonlik qilmasam, meni chu bo'ldi. Endi agar bu haj qilgan odam tavof ziyoratdan iborat bo'lgan bu hajniki rukni 2. Birisi tavof ziyorat, yana birisi Arafat. Arafatda turish. Endi bu tavof ziyoratning o'zi 13 kunda qildigan bu tavofning o'zini odamcik yoki nima qilib, meni as tavofga 7 bo'ladi. 7ni qilmay bu odam bu 3 qata, 4 qata qilib 3 qata yoki 5 qata tavof qilib aylanib 2ni qilmabdi. Qilmagan bo'lsa yoki tavof sadr, ya'ni tavof vidoni u odam qilmabdi. Yoki tavof vidodin 4ni u odam qilmabdi. Vojibdami tavof vidod? Ondan o'rniga bu 4ni u odam qilmay 3 qata aylanibdi, 4 qilib yelib ketibdi. Yoki bo'lmaydi, mana bu odamniki o'zi sayni tark etibdi. Ya'ni Muzdalifa bilan va nima bilan mushu Mina va yilqi Safa bilan Marvaniki oralig'idagi mana say qilmabdi. Mesela unda iş çıktı olmaydı yengidi kelgan adamga. Ya olmaydi Muzdalifada turish. Mana bular hammasi hajning vojibdir. Muzdalifada hajni yana Arafatda yenib, kun o'ltirganiga menib Muzdalifga kelib yotadigan gap. U odam uxmasdillah Muzdalifga uytib yoki Minaga chiqib ketib ashta qilib undaqsa qo'nmagan bo'lsa, men mush ishlarni qilib qolgan bo'lsa, bu odamlarning gadiniga bir dona qo'yni qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Bu ig'ir jinoyat o'tkazgan bo'ladi. Buni nima qilish kerak? Diqqat çok qilish kerak. Agar bir adam endi bu yer bir ihtimal bu ahkam meselesi olan bo'lgan ekan. Endi bir adam tavof ziyoratdagi o'zini o'rtdi. 3 qala tavof qilibdi. Men uxmabdi yoki mundaq nima qilib tushib ketdi, uxmabdi-da, past tangdigan yalqillatta, ya'ni izar deymiz. Bu narsa tushib ketdi, ya uxmabdi-da. Bu adam shunda tavof qilibdi. Ashta ish bo'lmaydi degan olmaydi. Endi o'chaning o'zida u adam qanday qildi? Mekke'de bo'lsa qaytidan tavofning o'zini qaytida qilish kerak. Chunki tavof ziyorat farz. Farzniki o'zini o'rtib uch qodat qilgan bo'lsa bo'lmaydi. Haram shu Mekke'ning ichida bo'lgan bo'lsa, sirti chiqatmagan bo'lsa, uy qaytib ketgan bo'lsa, darhol nima qiladi? O'chaning o'zida men qaytida qildi. Agar u odam qaytmagan bo'lsa, Mekke'de o adamniki o'zi meni iyoda qilib, ya'ni qaytdi, ya'ni Mekke'ning ichida o adam yine bir qator nima qilmabdi, uni tavofni shu qilmabdi. Tavof ziyoratniki o'zini qilmagan bo'lsa, o'chaning o'zida bu odamning gadiga bir qon kelish, ya'ni bir qo'yni o'ltirish o odamning gadiga nima o vojib. Endi yine bir vojib amallar bor. Endi vojib amallarning birisi, mesela Remil Cimar, şeytanga taş etishniki hammani nima tark etibdi. Yani 13, 11, 12, mesela 13 bo'ladi. Aşkın hammani bu adam haj tugab ketdi deb, shu 13 kuni haramdan kirib lan. Tavob nima qilibdi? O Minaga chiqmaydi, aşağıda ishni haj tugidi debdi. Yoki bir kunlikniki taşını tark etibdi. Ya 13 kunlikni, ya 11, 13 kunlikni uni qilmabdi. Qilgan bo'lsa yoki Jamil Akabani, yani 13 kunlik qilgan shu Muzdalifada yenib birinchi qatim atadigan yani cho'ng shaytonning tashi bor. Buni nima qilibdi? O odam tark etibdi. Tark etgan bo'lsa, bu odamniki gadiniga bir qo'yni qilish nima o vojib bo'ladi. Mana shu 3 kunlik hamma tashni atmabdi, ya 1 kunlikniki yoki 13 kunlikni atmagan bo'lsa, o'chani tark etib qilmagan bo'lsa, o odamning gadiniga mana bir qo'yni qilish vojib bo'ladi. Chunki bu ibodatlar hajniki vojiblari bo'ladi. Agar bu odamning o'zi yuqorida deyilgan
bir kunlik yoki 3 kunlikdan chiq. Meni mushiniki ozrog'ini tark etibdi. Ya'ni 3 kunlik emas, 2 kunlikniki yoki bir kunning ichidan ya'ni 7 dona, ya'ni 3 dona 3 shayton tashadidu. O'chani bir qapqapda 2ni qipti ekan. O'chani o'zida qanday bo'ladi desa, har bir toshga nisbatan, har bir atmagan toshga nisbatan u odam meni yarim sa buğday niki sadaqasini chub berdi. Yarım sa degan 2,5 kilo, yani 1,5 kilo atrofidagi bir buğdayniki o'zida yoki 1,5 kiloda keladigan 2 kilo keladigan buğdayning bahosi qancha pul? Men mushniki sadaqani chub beryapmiz. Masalan, 4 tal tosh yoki 3 tal tosh qon bo'lsa, masalan 3 tal toshniki o'ziga 5 kilo, 6 kiloluk ya şunu karşıdaki pulunu aşağı sadık biço bir vetiço kerek. Hem bu adam yüzdeki 5'iniki 4'ten biri ya ki hemen düşüratkan olsa uçağının yüzde bir koy. Mene kaparet bir vacip oluyor kan kılış. Eğer o adamdaki yüzü mene yüzdeki 5'iniki 4'ten biriniki ağzını düşürüptü. Yani madak düşürüp koyuptu 4'ten biri kemmeydiken. Uçağın yüzü de yarım sa buğdayını sadık beriş ne boludu uçağın üzerinde vacipçi boludu. Yarım sa. Hem de bir sa degen uçağın üzerinde 2,5 kilo 3 kilo etrafından ya ki 4,5 kilo etrafından anda o anki muşundakçı sadıkını şu berdi. Eğer o adamdaki üzeri mene 2 kol ya ki 2 pot ya ki 2 kolundaki birini muşundak o adam tırmağını ep koygan olsa bir koyunu sadıkısını beriş öldürüp men vacip oldu. Eğer o adam şu 5 koluniki içindeki ya put ya koluniki parmağıniki ya bir ikisindeki tırmağını ep koyuptu. Mene uçağın yüzüde 5 tırmağın az. Mene aşında tırmağını ep koygan bolsa, uçağın 3'üne ya 4'üne ep koygan almagan bolsa, men o adamdaki üzügümü yine qanday oldu? Yarım sa. Yani 2 kilo, 2,5 kilo ya 1,5 kilo etrafındaki buğday ya gürüç men buğdayni ya oniki qimmatini chu sadaqib chu berish chu kerak. Eğer o adamniki o'zi endi shu masalan qo'ldan ma bir qo'lniki birsi tirmag'layapti, yana bir qo'lni yana birnikini putnikini birini elib, ashunda bir qo'l bir put bu mustaqilib 5 töven ashunda barmoqlarniki tirmag'ini olgan bo'lsa, yana o odamning o'zi yarim soki 2,5 kilo ya 2 kilo etrafındaki buğday ya ki olmaydı onunki karşılıklı ağın bahaniki men sadakını uçan üzüde beni çok berdim. Hem de o adamın üzü tavapı kudum yani kega vakti kıldığın tavap yeni birisi anıdayken kaytıdığın tavap vidaniki üzerinin bu adam tarihsiz tavap yaptı. Tarihsiz, tarih yokla tavap kan olsa goya namazı tarihsiz okanda bulundu. Uçanık üzüdü mü yine o adamın üzü yarım sa etrafından. Yani bir yarım ya 2 kilo etrafındaki buğday ya ki onunki karşılığındaki pul kançılık oldu. Bunun sadakasını çok bir çok gerek. Eğer o adamın üzü tavap ziyaret. Tavap ziyaret diyen bu bayramdaki 13 kıldıgan tavap olgandikin bu rukun. Əcindeki rukunu. Benim muşut tavapdaki üzünü bu adam cunup. Halette mene tavuk kaptı. Yani bu cünüp alet bulamdı, bulmamdı. Bu bulmaydı değil, bulmaydı. Yani adır devrinin yüzüde iştik hep kanbeda, bunun devrinin yüzüde undak bir katlaş, undak kolay emez, asan çok emez. Onda bulmaydı. Yani muşunda bu kanmaydı, değil olmaydı, işte iş bu kalsan, yüzün ayalı olsa, mesela 5 günde yakken, konu tatlı ne buldu? Anda o andaki şunda bir işte, şu cinsi münasebet ötküsü plan, jülme, bir plan, apır plan, o uçağın yüzüde tavap ziyaretine açtak kalgan olsa, men bu adam en ağır cihette cinayet ötkazgan buludu. Men bu cinayet ötkazgan bulup, men bu adamning yadiniga qo'y emas, unda yuk çoğunu olgan bir dani tögen qurbonlik qilish kerak. Ondan keyin bu adam bu ötkazgan xatolikning o'zidan shu chanlik o'zida ondan cho chiqqan buludu. Bo'lmasa shu bo'lmaydi. Endi haiz ayol. Endi haiz ayol, men bu haiz ayolning o'zi meni ihram bağlab, meni haj qilaman ya ömür qilaman deb odat ko'rib ketdi. U odat ko'rib qolgan vaqtida bu ayolning o'zi meni haj ömrning palini hammani qiladi, lekin tavop qilmaydi. Endi bu odam bu ayolning o'zi uqmasda odat ko'rib qolgan vaqtida tavop qilib ketibdi. Tavop qilgan bo'lsa, o'chan o'zida tavop ziyoratni boshqa narsa emas.
tavaf ziyoratniki o'zini men ashundaq qilgan bo'lsa, ammo tavaf vidoni uchun qilmaydi u ayol. Men mushundaq tavaf ziyoratni ashundaq g'oyizlar odat ko'rib qolgan ayol ashundaq tavaf qilgan bo'lsa, u chaqniki o'zida bu ayolga bir dona to'ygini qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Men bu. Endi bir odam bir attir yoki yaxshi buraydigan narsaning o'zini o'ziga kasallik sababidan uni sug'imiz bo'lmaydi ekan. Doktor shunday debdi. Ya o odamning mijozi shuni saqib qolgan, og'rib ketdi. Yoki u odam mushu bir narsa kaymis bo'lmaydi ekan. Kasal ekan, o'zirsi bor ekan. Yoki u odamning o'zi beshini yoki bir yerini tushiribdi. Tushimiz bo'lmaydi ekan. Yoki mushundaq pishib ketib deydi masalan, chechin tushimiz mushundaq har xil narsa bo'lib ketadi. O'g'an sirka yo'q. Men mushundaq bo'libdi. Mush o'zlarining sababidan qimiz qattiq bo'lmayganlik sababidan bu odam opirib xushbo'y narsa yoki jingni tikilgan narsa yoki bo'lmaydi, mushundaq chechini mushundaq tushirib qo'ygan bo'lsa, u odamning o'zi agar xolisa bir qo'yni qurbonlik qiladi, agar xolisa mana 6 sa, 3 sa, 3 sa buğdayniki o'zini 6 miskiga sadaqa beradi. 3 sa degan, masalan 3 saniki o'zi, masalan 10 kilo, 3 saniki o'zi mesela 6 yani 7 yani 8 yani 10 kilo etrafındaki buğdaylarınki üzerine ya ki 12 kıymetini 6 tane ayrım miskinge sadık nimkadıdı onu bir vadıdı. Eğer onu bir şey imkan olmamız 3 gün için roz tutudu. Şundan o nim buludu o cinayetin çıkan çok buludu. Hem de bir adam hem de Erpat'ta turuştum burun yüzdeki ayağı bilen mana jinsiy munosabat o'tkazib ketdi. Arpatda turishdim burun. O'shaning o'zida qanday qiladi? Mana o odamniki men ihrom bog'labdi 8-kuni. Ya kipti deydi. Kip u minada chiqib ondan keyin asi qopib 9-kuni men arpat qoraman deb yurib, qanday qo'ygan yo'lda ketib berdim bo'lib, ayolga jinsiy munosabat o'tkazib ketdi. Ihromni ichida turib. Arpat turishdim burun. Men mushtaqan bo'lsa, bu ayol har ikkisiniki mena haj buziladi. Haj olmaydi. Hacı ummadı iken uçanın özüde bu adamın yadiniga bir tane koy vacip buludu. Hem de koy vacip buludu ama bu adam benim hacim buzup gitti dep başka işte kılmayın. Yine şu kelgen yadin yine devamlaştırdı. Ama bu hacdeki özünde bu adam bulmagan iken kelercil kays bir vakti olsa en kısa vakti özüde bunu kazası kıldı. Hacı ummagan çünkü hacdeki rukni erpat. Erpat'ın turuştum bunu bu ihramın işi turup bu ayağına cinsi munasebat ötküsüp çoğun bir cinayeti ötkazlendi. Onda o anki bu erpat olmadı. Hem de onda o anki ben hem de bu ayağımın bilişirsem işte cinayet ötküsüp kalırken ben ayrılıp yürüyle demeydi. Jümeydi. Hem de üzünki hacını kahvaltı üzerinde ya kelerci hacını kazasında kıptı. Uçan ötken yıl müştahıptı işkimiz bir yer kelip. Onda o anki sen ayağda şuraya işkimiz ayrı bir kıldı demeydi. Bu obdan çok bulmaydı. Eğer bu adam Erpat'tan kim? Cinsi münasebet kıptı o adam ayağını bilen. Erpat tutup boğandaki ya Muzdalipe'de ya ki deydi. Ya ki olmaydı 13 günün üzerinde harem kirga vakti, öy kirga vakti deydi mesela. Şu vaktin üzerinde cinsi münasebet ötküsü boğan olsa Erpat'ı tutup boğandı iken bu adamınki hacı buzulmaydı. Hacı buzulmaydı. Lekin bu adam en ağır cinayet ötkazgandikin bu adamga bir dana mana to'ygini qurbonlik qilish shu vojib. Bir dana to'ygini qurbonlik qilsa anadikin bu jinoyati pokizlanadi. Mana bu. Endi bunday ish bo'lamdi, bo'lmaydi degan olmaydi endi. Agar bir odam 5ni tushirib bo'lgandan keyin jimo qilibdi. Ya'ni 5ni tushirib bo'lgan kishi ihromdan chiqdi degan gap. Çoğun ihramdan çıkış için tavaf ziyaretini kılış gerek. Anladıyken resmi ihramdan çıkıp olduğu uçağı meyli. Yüzün ayağına cinsi münasebet geçse. Hem de 5'in düşüygendiyken onu kurbanlık kıldı. Onu iken tavaf kıldı. Tavaf ziyaretini. Bu adam kopup 5'in düşüp boğandıyken hem de ayağına cinsi münasebet ösküp koygan olsa ya ki o ayağını takbil kıptı. Ya bir yan tutup suyup müştak koygan olsa ya ki o adam ayağını şehvetle sılaptı. O ya birini tutkan olsa mana bu odamning yadiniga bir dona qo'y mana qilish vojib bo'ladi. Endi bir odam
o'ziki ayoli bilan tavob umr qilmoqchibdi. Umrniki o'zida mana umrniki mana rukni bor. Uniki 3, 4. Ya'ni ihrom, mana tavob, say. Halq 5'i düşürmüş 4 tane. Bu adam ömür kılma deb ayol ikkisini ko'rib, tavob qilib ketib beriblar. Shuning bilan 4 tane aylanishnikki oldidan. Ya'ni 7 qator qilish kerak. 4 tane qilishlik oldidan 3 tane bo'lgan vaqtning o'zida bu adam jinsiy munosabat o'tkazib qolgan bo'lsa, bu odamniki arpatdi, bu adam ömür buziladi. Da 3'li qilib 4 tane qilib qoldi ya. Agar 4 tane qon bo'lsa, 4 tane tavobni qilib 3 tane qilib qolgan bo'lsa, o'shaning o'zida qurbonlik qilsa, o'sha bo'ladi, tavob bo'ladi. Chunki 7taniki jikki 4 davog'anda 4 tane qilib berishdim, burunlar 3 tane qiliblar. Qanday bo'lgan yasharbi, burungi davrning o'zida hozir haramda hozir emas. Shu vaqtning o'zida ham shunday bir ish o'tkazib qolmasa, umr buziladi. Lekin bu odam buzib ketdimni deb qolgana qilmayman, qolgan tavobni qilmayman, saynim qilmayman, beshim tushmayman demaydi. Men tavobning o'zini qilaverdim, lekin bu odam bu buzayotgan shu umrni qazosini bir qatim qilishi kerak. Shunga bu odamning yana bir dona qo'y vojibchi bo'ladi. Agar mana bu odam shu ayol bilan shu umrda 4 tane tavob qilib bo'lgandan keyin jinsiy munosabat o'tkazib ketdi, ya'ni 3 tane qilibdi ekan. O'shaningda bu odamniki arpiti o'mas buzilmaydi, lekin u odamning yana bir qo'y vojibchi bo'ladi. Endi yuqorqi ishlarning o'zidan qasddan va unutilib qolgan odam hammasi o'xshash. Voy unutilib tushiribdiman chechimni. Yo unutilib qolib mayilqi attirni ishlatibman. Yoki unutilib qolib, yoki qasddan voy mushunda jig'indi tikilgan kiyimni mushunda kiyib ketibman. Yoki mushunda qilibdiman, yo unda qilibdiman desa o'xshash jinoyat belgiladi. Qasddan qilganim o'xshash, men unutilib qolib qilganimga men mushundaq nima bo'ladi, jinoyatchi belgiladi. Endi ihrom bağlagan adamniki o'zi, ihrom bağlagan vaqtdagi o'zida endi ihrom bağlagan adam bir ihromlik holat turib bir o hayvonni o'ltirishga yoki uni boshlab yo ishorat qilib yo uqtirib qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Endi bir odam ihromning ichida turib bu o hayvonni o'ltiribdi yo uni ikkinchi bir odamga deb berib uqtirib qo'yibdi, o'ltirgan odamni, o'shaning o'zida bu odamniki gadiniga jazochi bo'ladi. Mana bu to'g'riliq Alloh taoloning nimasi var? Oyat var. U odam jazochi berdi. Endi bu hayvonni o'ltirish, o hayvonni o'ltirish masalasidagi o'zidan yangidan boshlagan yoki qasddan yoki unutilib qolib, odamning namasi o'xshash bo'lib, voy o'xmaydi men shundoq unutilib qolib, ama uqtirib qo'yibdiman, ishorat qilib bildirib qo'yibdiman, yoki men unutilib qolibdiman, yoki uqmabdiman deb boshqa qilsa hammasini bo'lib, bu yerda o'xshash bo'ladi. Endi jazo qanday bo'ladi? O'shaningizda jazo bunday bo'ladi. Endi shunday bir o'ltirib qo'yib, yo uqtirib qo'yibdi, shuni o'ltiribdi odam, o'g'ilgan odam. Shu chaningizda shu hayvonning o'zi mana aşağı ikki odam ayar baholaydi, o'ltirgan yani o'zidan. U yer mayal qancha pul oladi mani deb. Qancha pul oladi deb baholagandan keyin buni masalan 10 ko'yga oladi yo 5 ko'yga oladi deb ashundaq ashtaqan bo'lsa, u chaningizda men mayada 10 ko'y, bozor olsak 15 ko'y. Ana onun mayadaki pul qancha deb baholagan bo'lsa shu odam o'zi, ya'ni shu pulniki o'zini. Ya bo'lmaydi, u yer bozor yo'q. Unda onun bu oğulgan yanık üzerinde sel jirgara bir yerde ya yakarak bir yer bir yer var, bozor var. U yer kaç pul aldı da u yer bahalap kaç pul bahalaydı degan bo'lsa, men shuniki pulini o adam nima qildi? To'lab g'arb miskinga men berib demdi. Ondan keyin men bahalab manch pul dedim ha, degandagi qiymatini meni hadiya qilib uçan o'zidan meni setib boshqa qism bo'ldi. Bir qo'yni bir narsa setib, masalan 100 qo'y, 200 qo'yga oladi ekan, uni buni bir qo'y keladi deb qo'yni setib olish orqali uni meni o'ltirib g'arb miskinga bersin bo'ladi. Ya bo'lmaydi, shu 100 qo'y yo 200 qo'y narsaniki o'zi oladi deb uniga yemak ishmak elib uçan o'zida buniga meni har bir miskinga yarım so'din 2,5 kilo, 2 kilo, 2,5 1,5 kilo atrofida bundaq buğday bir narsa bersin bo'ladi. Agar xolsa o adam her yarım so'ga bir kun. Her yarım so'ga mesela mesela 100 koy, mesela 100 koy olurken 100 koyga mesela 15 kilo ya ki 20 kilo buğday keladi dese, uçağınızda 20 kilonunki üzü, mesela
20 kiloniki üzü 10 sa. 10 sa olğandan keyin her bir sağı bir gün. Her bir sağı bir gün bolğandan keyin uçan üzden men 10 gün nima qilish kerak? Unuğa roza tutish çok kerak. Endi agar bu yarım saatni ishib ketdi deydi endi. Mesela 200 koyluq narsa, onu da azrap bilan ishib ketdi ya 1 kilo 2 kilo kelmaydi ekan. Uçan üzü bo'linib qoldi, u odam onu sadak beradi yoki bo'lmaydi ishib qolganning o'zini bu odam bir kunlik roza tutib etishi kerak. Endi bir odam ihrom olgan odamning o'zi bu yani o hayvanların öy hayvanları emas. O hayvanlarınki üzerine öldürse açtak cina açtak cezaçı bulunur. Eğer o adamın üzerine öldürmey, o hayvanın üzerine caraat kıptı. Ya putu sundur ve tıptı, ya ki kanetini, ya ki bunda sulgan bolsan, ya tükünü julgan bolsan, ya azasını bir julatkan bolsan, uçan üzerine şu hayvanınki, o hayvanlarınki aş kemip ketken nesindeki kıymeti kançı bul. Mesela kiyiniki bir putu sundur ve tıptı. Ya ki bir kuluğunu, ya ki olmaydı bir müngüzünü deydi. Şu canın üzerinde eğer sağ olsa mançıpol, o yok olsa tukku olsa mançıpol, müngüzü olması mançıpol, kuluğu olması mançıpol degen olsa kam. Bu şundak nasıl oldu? Anda o andaki şu kam boğan nesindeki üzerine ne kıldık? Şu kam boğan nesindeki üzerine aşındak tölep verdim. Mesela 100 koy alsa, putu aksak olğandan 85 koyga alıdı degenden 85 koy olsa 15 koyunu tölep verdiğen müştak çok gep buludu. Eğer bir adam şu uçarlıklarını tükünü jundaptı, yoki o hayvanın putunu kesipti, uçanımızda bunu kıymet oldu. Mana bu qancha pul oldu hazır degenimizde müştak çok buludu. Endi o hayvanlarınki tuxumunu o adam çekip etipti. Mesela tuxumunu çekip atkan bolsa, tuxum qancha pul oldu? Qancha pul alıdı? Şu puldaki üzerine o adam ne qilib bu adam tölepçi berdi. Eğer bir adam mesela paşa mesela çeketken ya piştini yüzün vücududaki boğan piştini öldürgen bolsa, xalgan narsada sadık berib etish kerak. Ya 5 koy ya 10 koy ya 1 kilo 2 kilo mesela xoma yoki guruch mushtaqchi berib etish kerak. Eğer ihrom olgan adam bilib turib o hayvanlarni mana nima qilgan bolsa, öldürgen bolsa, bu o hayvanı öldürgen o hayvan üzülük hesaplandı. Onu yeyishga bo'lmaydi. Buni dikkat qilish kerak. İhramning ichida turib bu adamniki o'zi o hayvanlarını Bismillah ekber deb bo'g'izisimi? Bu o hayvanlar halal olsunmu? Lekin bu ihram olgan adamning o'zi buni o'ldirib qoldi degan sababidan bu o'lik bo'ladi. Buni yeyishga bo'lmaydi. Tap bo'ladi. Endi ihram olgan adam, endi bu o hayvanları açtaq bo'ladi. İhram olgan adam ihramning ichidan o hayvanları emas, mana o'ziniki mushu o hayvanlardan boshqa, mana hayvanlarniki o'zining mana o'chan o'zida o'g'lisan, mana o nima on? Endi bu o hayvanlarniki o'zining bu ihram olgan adamdan boshqa, ya'ni halal bo'lgan ihram olmagan adam nima qilibdi uni o'g'ligan bo'lsa, o'chan o'zida bu adam yemdo, yemamdo, o'chan bu halal. O'chan o'zi nima bo'ladi? Mana o'chan yesichi bo'ladi. Faqat şu adam şu öldürgen o hayvanlarını yalak adam öldürgen hayvan fakat o ihram olgan adam işaret qilib yoki uqtirib yoki deb beriblik qilmagan bo'lsa, men o adam şu halal adamning o'zi öldürgen bu o hayvanların o'zini yebasichi bo'ladi. Endi yebasi hammasi bo'lgandan keyin o'chaning o'zida endi o adam şu hayvanniki o'zini ikki bilan uqtirib bildirib andaq qo'ysa uni yemaydi. O adam qattiq yeyishga bo'lmaydi. Bu ihram olgan adamning bo'ladi, uçağın yüzde haramcı bo'ladi. Endi yuqorida biz hac ifrat, hac qiron, hac tamattu dedik. Anda o'g'adikin hac mufridqonning ustiga bo'lgan aşı jinoyatning hammasi bir qon bo'lsa, men hac ifratqa adam bir qo'y ketdi, uni mal qo'y ketdi degan bo'lsak, uçağın yüzde hac qiron bilan hac tamattu adamning o'zi, men hac qironqa adamning o'zi ikki dona men qon kilish Kan kış uçan üzerine buludu uyadan men vacipçi buludu dedi. Çünkü bu adam hac kıranqa adam üzerine bu cinayetli bir ihram emas. Avun ihram balgan adam fakat hacga ihram balgan vaci ifrat oldu. Ma hac kıranqa adam üzerine hem hac hem ömür bo'lgan ekan bu ömürden hacga ikkisiga ihram balgan ekan bu adam şu ihramni ishini qilib qolsa menen İki ibadetin işi turib ikki jinoyat qilgan bo'ladi. Anda o'g'andan keyin
bu yalğız ibadet, men yalğız ihram bağlagan hac ifratqa adam işte bir cenazatga ötküzüp bir qon vacip bo'lgan bo'lsa, hac iqron adamniki o'zi meni u adamga 2 dona qon qilish vacip bo'ladi. Yani qon. Yani bir adam qanday qilibdi? İşte ihram bağlashniki o'zida deyli mesela bir attir ishlatibdi yoki müşta 5'ini tushiribdi deydi, uni qo'y vacip bo'ldi hac ifratdan. Endi hac qilgan adam 2 dona qo'y ketadi. Hac qilgan adamga 2 dona qo'y, 2 dona qo'y nima qilish kerak? Mana bo'g'izlash kerak. Buni nima qilish kerak? Bilverish kerak. Endi hac faoliyatining o'zi bir tarafdan qalsak oson, endi bir tarafdan qalsak nihoyat nima u tas. Mana bu hac faoliyatining o'zini mushuna bilib turib, rasmiy to'g'ri bir shaklda qilishimiz kerak. Hozirganda nihoyat oson bo'lib ketdi, bir qilib uzoq qolmayli qiladigan mushuna ish bo'lib ketdi. Buning davrida unday emas, qatnash oson bo'lmagan ekan. Mana hammamizni Alloh taolo mana shu Qur'oni Karim, hadisi Rasululloh degan shu islom shariati bo'yicha amal qilgan, ibodat qilgan, har ibodatni shu to'g'ri bir shaklda bilib tushunib o'qib qiladigan haqiqiy taqvo, muttaqi, solih mujohidlardan qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.